Assalomu alaykum. Va alaykum Odil tog'a, assalom. sog'ligingiz yaxshimi? Sen Charchamasdan. yaxshimi? Assalomu alaykum. Charchamayman, barda. Rahmat, charchamang. Uychilar tinchdingmi? Yaxshi, rahmat. O'zi seni uchratib qolganim yaxshi bo'ldi, O'rdinja. Yaxshida nima xizmat? Va 3-4 kundan beri soliqchilaring telefon qilib, shu qarzingiz bor, to'lab qo'ying deb meni holi jonimga qo'yishmayapti. Ha, yangi yilga to'lab qo'ysa bo'ldi-da, endi buncha qiyin qisqa qilishadi. Obbo Odil tog'a, ular bekorga qo'ng'iroq qilib sizni bezovta qilishmagan. Chunki Yer va mol-mulk soliqlarini to'lash muddati teng ulushlarda 15-aprel hamda 15-oktyabr etib belgilangan. agar shu muddatda to'lovlarni to'lamasangiz, har bir kechiktirilgan kun uchun penya hisoblanadi. Shunday lekin, men uni shu yilda oxirigacha to'lab qo'ysa bo'ldi-da deb xotirjam yurgan ekanman. Endi soliq idorasiga borib olib, navbat kutib, bir kunligim o'tar ekanda endi. Odil tog'a, soliq idorasiga borishning hojati yo'q. Shunday soliq mobil ilovasini telefoningizga yuklagan holatda soliqlarni o'z vaqtida to'lab qo'ysangiz bo'ladi. Ha, u mobil ilovani men yuklab olganman, mana telefonimda bor. Ishlatishni bilmayapman, xolos. Keling, mana ko'rsatib beraman.